Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda ko'pchilikni tashvishiga solgan, hattoki vahimaga solgan bir muhim mavzuni atroflicha muhokama qilamiz. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda va xalq orasida pensiya indeksatsiyasi bekor qilinibdi. Endi hech qanday qo'shimcha to'lovlar bo'lmas ekan degan gap so'zlar tarqaldi. Bu xabar nafaqat pensionerlarimizni, balki ularning farzandlarini, yaqinlarini ham jiddiy tashvishga soldi. Agar siz ham shunday ma'lumotlarni eshitib, haqiqatan ham shundaymi deb savol berayotgan bo'lsangiz, demak, to'g'ri joyga keldingiz. Bugungi video bu savollaringizga aniq, tushunarli va ishonchli javob beradi. Bu ma'lumot har birimiz uchun, ayniqsa pensionerlar va ularning oilalari uchun juda muhim. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Keling, bu xabarning asl mohiyatini birgalikda o'rganib chiqamiz. Muammoning asosi. Keling, avvalroq pensiya indeksatsiyasi qanday bo'lganini va hozirgi vaziyatda nimalar o'zgarganini birma-bir ko'rib chiqaylik. Umuman olganda, O'zbekiston Respublikasida pensiya ta'minoti tizimi doimiy ravishda fuqarolarning ijtimoiy himoyasini ta'minlashga qaratilgan. Pensiya indeksatsiyasi, ya'ni pensiyalarning inflyatsiya darajasi va narx-navo o'zgarishlariga mos ravishda oshirish mexanizmi uzoq yillardan buyon mavjud. Bu mexanizmning asosiy maqsadi pensionerlarning xarid qobiliyatini saqlab qolish va ularni iqtisodiy o'zgarishlardan himoya qilish. Ya'ni agar narxlar oshsa, pensionerlar ham o'z moddiy ahvolini saqlab qolishlari uchun ularning pensiyalari ham tegishli ravishda oshirilishi kerak. Bu ijtimoiy adolat tamoyilining muhim bir qismi hisoblanadi. Avval qanday edi? An'anaviy pensiya indeksatsiyasi tizimida odatda hukumat yiliga kamida bir marta yoki zarurat tug'ilganda 2 marta pensiyalarni oshirish bo'yicha qaror qabul qilardi. Bu qarorlar prezident farmonlari yoki vazirlar mahkamasi qarorlari shaklida chiqarilib, unda pensiyalar va nafaqalarning eng kam miqdori, shuningdek, ularning oshirilish koeffitsientlari belgilardi. Masalan, yil boshida inflyatsiya darajasi prognoz qilinib, shunga qarab pensiyalarni deylik 10-15% ga oshirish haqida e'lon qilinardi. Bu oshirishlar barcha turdagi pensiyalarga, yoshga doir, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik pensiyalariga tegishli edi. Bu tartib doimiy ravishda amal qilib kelgan va pensionerlar har safar navbatdagi oshirishni intiqlik bilan kutishardi. Ular uchun bu narxlar ko'tarilganda hech bo'lmasa pensiya ham oshirilishi orqali hayot darajasini saqlab qolish imkoniyati edi. Misol uchun non go'sht, kommunal to'lovlar qimmatlashsa, pensiya ham ozroq bo'lsa-da ko'tarilishi ularga ancha yengillik berardi. Endi esa nima o'zgardi? Mana aynan shu yerda chalkashliklar boshlanadi va bu gap so'zlarning asosi kelib chiqadi. Aslida pensiya indeksasi to'liq bekor qilingani haqidagi ma'lumot haqiqatga mos kelmaydi. Balki ba'zi tushunmovchiliklar, noto'g'ri talqinlar yoki ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan xabarlar tufayli bu vahima yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida pensiya indeksatsiyasini butunlay bekor qilish haqida hech qanday rasmiy qaror qabul qilinmagan. Aksincha, mamlakatimiz prezidenti va hukumati pensionerlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga doimiy e'tibor qaratmoqda. Xo'sh, unda nima sababdan bunday gap so'zlar paydo bo'ldi? Ba'zi manbalarga ko'ra, ba'zi bir ma'muriy tartib-qoidalar yoki hisoblash usullaridagi o'zgarishlar noto'g'ri talqin qilinib, indeksatsiya bekor qilindi degan xulosaga olib kelgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam, ayrim pensionerlar o'z pensiyalarining kutilgan darajada oshmaganini ko'rib, buni indeksatsiya bekor bo'ldi deb tushungan bo'lishlari ehtimoldan xoli emas. Ammo bu shunchaki individual holatlar yoki umumiy tizimning noto'g'ri tushunilishi, xolos. Pensiya oshirish mexanizmi O'zbekiston qonunchiligining muhim bir qismi bo'lib qolmoqda va u doimiy ravishda so'zlarning tarqalishiga sabab bo'lgan asosiy omil aslida bu rasmiy ma'lumotlar bilan xalq o'rtasidagi ba'zi tushunmovchiliklar va noto'g'ri talqinlardir. Hech qanday rasmiy hujjatda pensiya indeksatsiyasi bekor qilindi degan jumlani uchratmaysiz. Aksincha, davlat ijtimoiy himoyani kuchaytirishga va pensiyalarning xarid qobiliyatini saqlab qolishga intilmoqda. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil xo'sh, bu borada nimalarni bilishimiz kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi kerak. Keling, bu savollarga aniq va tushunarli javoblar topamiz.
Birinchidan shuni ta'kidlash kerakki, O'zbekistonda pensiya ta'minoti tizimi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning muhim bir qismi hisoblanadi. Pensiyalar va nafaqalar miqdori muntazam ravishda qayta ko'rib chiqiladi va oshiriladi. Bu jarayon davlat byudjetining imkoniyatlari, mamlakatdagi inflyatsiya darajasi, minimal iste'mol xarajatlari hamda prezidentimizning ijtimoiy siyosatiga asoslanib amalga oshiriladi. Ya'ni bu oddiy bir mexanizm emas, balki davlatning uzoq muddatli strategiyasining bir qismidir. Kimlar tashvishlanishi kerak? Aslida indeksatsiya bekor qilindi degan noto'g'ri ma'lumotlarga ishonib vahimaga tushayotganlar tashvishlanishi kerak. Chunki bu asossiz xavotir ularning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, pensiya ta'minoti tizimining murakkab jihatlarini tushunmaganlar, pensiya miqdorini hisoblash usullarini bilmaganlar ham ba'zan tashvishga tushishlari mumkin. Masalan, agar bir pensionerning pensiyasi boshqasinikidan kamroq oshirilgan bo'lsa, u darhol indeksatsiya bekor qilindi deb o'ylashi mumkin. Aslida esa bu uning ish staji, lavozimi yoki pensiya turiga bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni bu ma'lumotlar chalkashlikka tushib qolganlar uchun tushuntirish va ma'rifat juda muhim. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Pensiya ta'minoti tizimining qanday ishlashini tushunadigan, rasmiy manbalardan ma'lumot oladigan va asossiz gap so'zlarga ishonmaydigan fuqarolar albatta tashvishlanmasliklari kerak. Davlatning ijtimoiy siyosati barqaror va pensiyalar oshirilishi tizimi mavjudligini bilganlar bexavotir bo'lishlari lozim. Keling, endi bir nechta real hayotiy misollar bilan bu holatni batafsil ko'rib chiqamiz. Misol, nafaqadagi o'qituvchi Gulnora opaning vaziyati. Gulnora opa 65 yoshda. U 35 yil maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Uning pensiyasi deylik 2023 yil boshida 2000 ming so'm edi. Ijtimoiy tarmoqlarda pensiya indeksatsiyasi bekor bo'ldi degan gap so'zlarni eshitib, u juda xavotirga tushdi. Axir uning asosiy daromadi pensiya, oila byudjeti to'g'ridan to'g'ri shu pensiyaga bog'liq. Ammo 2023 yilning sentyabr oyida prezidentning tegishli farmoniga asosan mamlakatda pensiyalar va nafaqalar miqdori o'rtacha 7% ga oshirilishi e'lon qilindi. Gulnora opaning pensiyasi ham oktyabr oyidan boshlab 20 ming so'mdan 20 ming so'mga 20 mingga oshirildi. Bu oshirish albatta to'liq inflyatsiya darajasini qoplamasligi mumkin. Ammo u indeksatsiya mexanizmi ishlaganligini, ya'ni pensiyalarni muntazam oshirish tartibi bekor bo'lmaganini tasdiqlaydi. Gulnora opa o'z pensiya kitobchasiga qarab yoki bankdan ma'lumot olib, pensiyasi oshganini ko'rganida indeksatsiya bekor bo'lmabdi-ku deya o'zini tinchlantirdi. Bu holatda u noto'g'ri ma'lumotga ishonib tashvishlangan, ammo haqiqatda tizim ishlagan. Uning pensiyasi oshgani, uning xarid qobiliyatini to'liq bo'lmasa ham qisman saqlab qolishiga yordam berdi. Masalan, u har oy sotib oladigan bir xil miqdordagi mahsulotlar uchun endi bir oz ko'proq pul to'lashiga to'g'ri kelgan bo'lsa-da, pensiyasining oshishi bu farqni qoplashga yordam berdi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, rasmiy xabarlarni kuzatish muhim. Ikki misol, nafaqadagi zavod ishchisi Aziz akaning holati. Aziz aka 60 yoshda, u 4 yil og'ir sanoatda ishlagan. Uning pensiyasi deylik 2500 ming so'm edi. U ham xuddi Gulnora opa singari indeksatsiya bekor bo'ldi degan gap so'zlarni eshitib juda xavotirlandi. Uning asosiy xavotiri narxlar oshib borayotgan bir paytda pensiya miqdori o'zgarmasdan qolsa, yashash qiyin bo'lishi edi. Uning farzandlari bu gapni eshitib, darhol pensiya jamg'armasiga qo'ng'iroq qilishdi. U yerdan ular indeksatsiya bekor qilinmagani, balki pensiyalarni oshirish mexanizmi doimiy ravishda ishlayotgani va hukumatning qarorlariga muvofiq amalga oshirilishi haqida ma'lumot olishdi. Shuningdek, ularga prezidentning oxirgi farmonlari bo'yicha pensiyalar qanday oshirilayotgani tushuntirildi. Aziz akaning pensiyasi ham xuddi Gulnora opanikidek belgilangan tartibda oshirildi. Uning og'ir mehnat sharoitlari va uzoq ish staji hisobga olinib, pensiyasining miqdori boshqalarnikidan sal yuqoriroq oshirilgan bo'lishi mumkin. Bu misol shuni ko'rsatadiki, ishonchli manbalardan ma'lumot olish naqadar muhim. Aziz aka va uning oilasi ham noto'g'ri xabarga duch kelishdi. Lekin tezda rasmiy manbaga murojaat qilib, to'g'ri ma'lumotga ega bo'lishdi. Bu ularga tinchlik berdi va ijtimoiy tarmoqlardagi mish-mishlarning yolg'onligiga ishonch hosil qilishdi. Masalan, pensiya jamg'armasidagi xodimlar Aziz akaga uning pensiyasi qaysi formula asosida hisoblangani va oshirilgani haqida to'liq tushuntirish berishdi. Uning og'ir mehnat sharoitlari uchun ko'zda tutilgan
qo'shimcha koeffitsiyentlar ham uning umumiy pensiya miqdoriga ijobiy ta'sir ko'rsatganini aytishdi. Uch misol: minimal pensiya oluvchi onaxon Salima buvi. Salima buvi 7 yoshda. U umrining ko'p qismini uy bekasi sifatida o'tkazgan va minimal pensiya oladi, deylik 1000 so'm. Uning uchun har bir so'm muhim. Uning farzandlari chet elda ishlashadi va u yolg'iz yashaydi. U ham indeksatsiya bekor bo'ldi degan gapni eshitib, hayoti yanada og'irlashishidan qo'rqdi. Biroq davlat siyosatiga ko'ra minimal pensiya va nafaqalar miqdori doimiy ravishda ijtimoiy yordam ehtiyojini hisobga olgan holda oshirib boriladi. Minimal pensiya miqdori inflyatsiya va ijtimoiy ehtiyojlarga qarab muntazam ravishda qayta ko'rib chiqiladi. Ya'ni agar Salima buvining pensiyasi hozir 1000 so'm bo'lsa, kelajakdagi oshirishlarda uning pensiyasi ham tegishli ravishda oshiriladi. Chunki davlat aynan minimal pensiya oluvchilarni, ya'ni eng ehtiyojmand qatlamni himoya qilishga alohida e'tibor qaratadi. Bu misol shuni tasdiqlaydiki, hatto minimal pensiya oluvchilar ham davlatning ijtimoiy himoyasi ostida uning pensiyasi ham yiliga 1 yoki 2 marta oshirilishi davom etadi. Bu uning non olishi, dorilarni sotib olishi va kommunal xarajatlarni qoplashi uchun juda muhimdir. Ba'zida, ayniqsa ehtiyojmand oilalar uchun, shu jumladan Salima bu kabi yakka yolg'iz pensionerlar uchun bir martalik moddiy yordamlar ham ajratiladi. Bu ham indeksatsiyadan tashqari beriladigan qo'shimcha ijtimoiy himoya chorasi hisoblanadi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, pensiya indeksatsiyasi bekor bo'ldi degan xabarlar asossiz. Pensiya oshirish mexanizmi mavjud va u prezidentning farmonlari, vazirlar mahkamasining qarorlari asosida muntazam ravishda amalga oshirilmoqda. Har bir fuqaro, ayniqsa pensionerlar va ularning yaqinlari bunday xabarlarni eshitganda vahimaga tushmasliklari va faqat rasmiy, ishonchli manbalardan ma'lumot olishlari kerak. Asosiy qism ichi qoidalar, istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar pensiya tizimi ko'rinishidan oddiy bo'lsa-da, o'zida ko'plab noaniq nuanslarni va tushunmovchiliklarga sabab bo'luvchi jihatlarni saqlaydi. Indeksatsiya bekor qilindi degan gap so'zlar aynan shu murakkabliklar tufayli ham ko'paygan bo'lishi mumkin. Keling, shu jihatlarni batafsil tahlil qilaylik. Birinchidan, qo'shimcha to'lovlar tushunchasi. Ko'pchilik qo'shimcha to'lovlar deganda pensiyaning muntazam ravishda oshirishini tushunadi. Ammo aslida bu tushuncha juda keng. Pensiyaga qo'shiladigan qo'shimcha to'lovlar nafaqat umumiy indeksatsiya hisobiga oshirishni, balki boshqa turdagi to'lovlarni ham o'z ichiga olishi mumkin. Masalan, 1. Uzoq muddatli mehnat staji uchun qo'shimcha to'lovlar. Ba'zi fuqarolar belgilangan stajdan oshiq ishlaganliklari uchun pensiyalariga qo'shimcha foizlar hisoblanadi. Bu har doim ham indeksatsiya bilan bog'liq emas, balki qonunda belgilangan me'yorlarga asoslanadi. 2. Nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan qo'shimcha imtiyozlar, ularning nogironlik guruhi va ehtiyojlariga qarab qo'shimcha nafaqalar yoki imtiyozlar ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. Bu ham indeksatsiyadan tashqari hisoblanadi. Urush faxriylari va mehnat faxriylariga beriladigan imtiyozlar. Ushbu toifadagi fuqarolarga davlat tomonidan turli xil moddiy va ijtimoiy yordamlar ko'rsatiladi. Jumladan pensiyalarga qo'shimcha mablag'lar ajratilishi mumkin. 4. Bir martalik moddiy yordamlar. Ba'zan prezident farmonlari yoki hukumat qarorlari bilan bayramlar munosabati bilan yoki ehtiyojmand oilalarga bir martalik moddiy yordamlar ajratiladi. Bu ham qo'shimcha to'lov deb tushunilishi mumkin, lekin u pensiyaning muntazam oshirilishi, ya'ni indeksatsiya emas. Shunday qilib qo'shimcha to'lovlar bo'lmaydi degan gap so'zlar ham noto'g'ri talqin qilingan bo'lishi mumkin. Pensiya indeksatsiyasi mexanizmi ishlayotgan bo'lsa-da, ba'zi bir ma'lum toifalar uchun mo'ljallangan bir martalik yoki maxsus qo'shimcha to'lovlar albatta doimiy bo'lmasligi mumkin. Bu esa pensiya umumiy miqdor oshmasligiga olib keladi. Ikkinchidan, ishlovchi pensionerlar masalasi. Bu ko'pchilikni chalkashtirib yuboradigan yana bir muhim nuans. O'zbekiston Respublikasida ishlovchi pensionerlarning pensiyalari o'ziga xos tartibda hisoblanadi. Ilgari ishlovchi pensionerlarga pensiya to'liq miqdorda to'lanmasdi yoki ba'zi imtiyozlar qo'llanilmasdi. Hozirgi kunda esa bu borada ham ijobiy o'zgarishlar mavjud. Lekin baribir ishlovchi pensionerlarning pensiya oshirish tartiblari boshqa toifadagi pensionerlarnikidan farq qilishi mumkin. Ba'zan ishlovchi pensionerlarga nisbatan indeksatsiya miqdori kamroq bo'lishi yoki u kechiktirilishi mumkin. Bu esa ularda indeksatsiya bekor bo'ldi degan tushunmovchilikni keltirib chiqarishi mumkin.
Aslida esa bu qonun doirasidagi tartib. Masalan, bir ishlovchi pensioner deylik, Xosiyat opa o'z pensiyasiga qo'shimcha ravishda oylik maosh ham oladi. U yil davomida pensiya oshirilishini kutadi. Ammo oylik maosh olayotgani uchun uning pensiyasi boshqa ishlamaydigan pensionerlarnikiga nisbatan kamroq foizga oshirilishi yoki ba'zi bir ustama to'lovlar unga qo'llanilmasligi mumkin. Bu esa Xosiyat opada mening pensiyamga indeksatsiya ta'sir qilmadi degan noto'g'ri tasavvur paydo qiladi. Holbuki bu tizimdagi o'ziga xoslik. Uchinchidan, noreal ko'rsatkichlar. Ba'zan odamlar iqtisodiyotdagi inflyatsiya darajasini o'z kundalik hayotidagi narx-navo oshishi bilan taqqoslab, hukumat tomonidan e'lon qilingan pensiya oshirish foizlari yetarli emas deb hisoblaydilar. Masalan, agar hukumat pensiyalarni 10% oshirsa-yu, siz har kuni sotib oladigan nonning narxi 20%ga oshgan bo'lsa, siz indeksatsiya yetarli emas, bu degani bekor bo'ldi-ku deb o'ylashingiz mumkin. Bu yerda real inflyatsiya va hisob-kitob inflyatsiyasi o'rtasidagi farqni tushunish muhim. Statistik ma'lumotlardagi inflyatsiya ko'rsatkichlari mamlakat bo'yicha umumiy rasm hisoblanadi. Lekin shaxsiy xarid savatingizdagi mahsulotlar narxi o'zgarishi bu raqamlardan farq qilishi mumkin. Bu holatda indeksatsiya bekor bo'ldi emas, balki indeksatsiya miqdori meni qoniqtirmadi deyish to'g'riroq bo'ladi. Bu nuanslarni tushunmaslik ham vahimalarga sabab bo'ladi. Davlat pensiya oshirishda albatta byudjet imkoniyatlari va umumiy iqtisodiy vaziyatni hisobga oladi. 4-dan norasmiy qo'lga ish haqi va pensiya. Ko'pchilik o'z ish haqi to'liq rasmiylashtirilmagan holda ishlagan bo'lsa, uning pensiya miqdori ham tegishli ravishda kamroq bo'ladi. Bu ham indeksatsiya bilan emas, balki ish haqi va undan ajratilgan ijtimoiy to'lovlar bilan bog'liq. Pensiyaning miqdori nafaqat ish staji, balki ish haqi miqdori va undan ajratilgan ijtimoiy to'lovlar summasiga ham bog'liq. Agar siz norasmiy tarzda ishlasangiz va pensiya fondiga kamroq mablag' ajratilsa, sizning pensiyangiz ham kamroq bo'ladi. Shu sababli agar pensiyangiz past bo'lsa va indeksatsiya natijasida ham o'z miqdorda oshsa, bu indeksatsiya bekor qilindi degani emas, balki pensiya hisoblashning asosiy shartlari, ya'ni ish haqi miqdori va uning rasmiylashtirilishi bilan bog'liq. Misol uchun, Mirjalol aka umrining bir qismini rasmiy korxonada, bir qismini esa xususiy norasmiy ishlarda o'tkazgan. Rasmiy ishlardan olgan pensiya to'lovlari hisoblangan, ammo norasmiy ishlari uchun hech qanday to'lov ajratilmagan. Natijada Mirjalol akaning umumiy pensiya miqdori uning to'liq stajiga mos kelmaydigan darajada kam bo'lib chiqdi. Pensiya oshirilganda ham bu o'z miqdor uning xarid qobiliyatini sezilarli darajada yaxshilamadi. Shu sababli u ham indeksatsiya bekor bo'ldi deb o'ylashi mumkin. Ammo muammo indeksatsiyada emas, balki uning pensiya jamg'armasiga kiritgan shaxsiy hissasida edi. 5-dan ma'lumotlarning tarqalishi va tushunmovchiliklar. Ba'zan pensiya tizimida kichikroq texnik o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya hujjatlarini topshirish tartibi o'zgarishi yoki pensiya hisoblash formulalariga kichik tuzatishlar kiritilishi. Bunday o'zgarishlar ham ba'zan noto'g'ri talqin qilinib, butun tizim bekor bo'ldi degan xulosalarga olib kelishi mumkin. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlardagi sensatsiyalar orqali tarqalgan ma'lumotlar aslida hech qanday asosga ega bo'lmasligi mumkin. Odamlar bir-biridan eshitgan ma'lumotlarni tekshirmasdan tarqatishlari ham bunday vahimalarga sabab bo'ladi. Har qanday muhim ma'lumotni faqatgina rasmiy manbalardan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-saytidan, Vazirlar Mahkamasining axborot portallaridan, Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining rasmiy sahifalaridan olish kerak. Xulosa qilib aytganda, pensiya tizimining murakkabligi, turli xil qo'shimcha to'lovlar, ishlovchi pensionerlarning o'ziga xos holatlari, inflyatsiyani idrok etishdagi farqlar va ishonchsiz manbalardan olingan ma'lumotlar indeksatsiya bekor qilindi degan vahimalarning asosiy manbasi hisoblanadi. Aslida esa davlatning ijtimoiy siyosati barqaror va pensiyalarni oshirish mexanizmi mavjud. Shunchaki uni to'g'ri tushunish va faqat ishonchli manbalardan ma'lumot olish muhimdir. Amaliy maslahatlar. Xo'sh, aziz do'stlar, bunday vaziyatda har birimiz nima qilishimiz kerak? Qanday qilib asossiz tashvishlardan qochib, to'g'ri ma'lumotlarga ega bo'lishimiz va o'z huquqlarimizni himoya qilishimiz mumkin? Mana sizga bir necha aniq va amaliy tavsiyalar. 1. Ishonchli ma'lumot manbalariga murojaat qiling. Bu eng muhim qadam. Har qanday xabarni eshitganingizda uni darhol tekshiring. Kimdir biror narsa aytdi degani bu haqiqat degani emas.
O'zbekistonda rasmiy ma'lumotlar quyidagi manbalarda e'lon qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti Prezidentus. Bu yerda prezidentning barcha farmonlari va qarorlari o'z vaqtida e'lon qilinadi. Pensiya va nafaqalarni oshirishga doir barcha hujjatlar ham shu yerda joylashtiriladi. Vazirlar Mahkamasining rasmiy veb-sayti Go.uz. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti Pensiya.uz. Bu sayt pensiya masalalari bo'yicha eng dolzarb va ishonchli ma'lumotlarni beradi. U yerda pensiyalarni hisoblash, to'lash, shuningdek so'nggi o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot topishingiz mumkin. Ommaviy axborot vositalari. Faqatgina tasdiqlangan va rasmiy manbalarga tayanadigan yirik milliy telekanallar, radio stansiyalar va gazetalarni kuzating. Ijtimoiy tarmoqlardagi noma'lum kanallar va sahifalarga ishonmang. 2. Pensiya jamg'armasiga shaxsan murojaat qiling. Agar sizning pensiya miqdoringiz bo'yicha savollaringiz bo'lsa yoki pensiya oshirilishi haqida aniq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qiling. Ularda sizning shaxsiy ishingiz bo'yicha eng to'liq va aniq ma'lumotlar mavjud bo'ladi. Sizga pensiya miqdoringiz qanday hisoblanganligi, qachon va qancha miqdorga oshirilganligi haqida batafsil tushuntirish berishadi. 3. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Pasportingiz, bu sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Pensiya guvohnomangiz, pensiya kitobchasi, unda sizning pensiya miqdorlari va to'lovlar tarixi ko'rsatilgan bo'ladi. Bank kartangizdan ko'chirma. Agar pensiya kartaga tushsa, bu orqali siz pensiya tushumlarining tarixini ko'rsatishingiz mumkin. Agar siz ishlovchi pensioner bo'lsangiz, ish joyingizdan ma'lumotnoma, agar talab qilinsa. 4. Murojaatni qanday yozish kerak? Agar siz pensiya jamg'armasidan aniq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz yoki norozilik bildirishni istasangiz, yozma murojaat tayyorlash tavsiya etiladi. Murojaatni aniq va tushunarli tilda yozing. Savolingizni yoki shikoyatingizni iloji boricha batafsil bayon eting. Murojaatning yuqori qismida pensiya jamg'armasining hududiy bo'lim nomi va rahbari lavozimini yozing. O'zingizning to'liq ism-sharifingizni, yashash manzilingizni va aloqa telefon raqamingizni aniq ko'rsating. Pensiya guvohnomangiz seriyasi va raqamini yozing. Murojaatning oxiriga sanani va imzoingizni qo'ying. Murojaatni 2 nusxada tayyorlab, bir nusxasini pensiya jamg'armasiga topshirishda qabul qiluvchi xodimga ikkinchi nusxasiga qabul qilinganligi haqida belgi, shtamp, sana va imzo qo'ydirib oling. Bu sizning murojaatingiz rasman qabul qilinganligini tasdiqlovchi hujjat bo'ladi. 5. Xalq qabulxonalari va virtual qabulxona. Agar pensiya jamg'armasidagi murojaatingizga qoniqarli javob ola olmasangiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalariga yoki virtual qabulxonasiga murojaat qilishingiz mumkin. Bu mexanizmlar fuqarolarning huquqlarini himoya qilishda juda samarali ishlaydi. Pensiya miqdorini o'zingiz hisoblashni o'rganing. Pensiya.uz saytida pensiya hisoblash kalkulyatorlari mavjud. Ushbu kalkulyatorlar orqali siz o'z ma'lumotlaringizni kiritib, taxminiy pensiya miqdoringizni hisoblashingiz mumkin. Bu sizga pensiya oshirilganda qanchaga oshishi kerakligini taxmin qilishda yordam beradi va to'g'ri ma'lumot olishga imkon yaratadi. 7. Doimiy ravishda qonunchilikdagi o'zgarishlardan xabardor bo'ling. O'zbekistonda qonunchilik jumladan pensiya ta'minoti borasida ham doimiy ravishda takomillashtirib boriladi. Shu sababli rasmiy veb saytlarni va ishonchli yangilik manbalarini muntazam kuzatib borish juda muhim. Bu sizni har qanday asossiz gap, so'z va vahmalardan himoya qiladi. Unutmang, davlatimiz har bir fuqaroning, ayniqsa keksa avlod vakillarining ijtimoiy himoyasini ta'minlashga qaratilgan siyosat olib bormoqda. Pensiya indeksatsiyasi mexanizmi ham aynan shu siyosatning bir qismi bo'lib, u bekor qilinmagan. Shunchaki bu boradagi ma'lumotlarni to'g'ri tushunish va tekshirish kerak. Bu amaliy maslahatlarga amal qilish orqali siz o'zingizni asossiz tashvishlardan himoya qilgan bo'lasiz va pensiya ta'minoti borasidagi huquqlaringizni to'liq ro'yobga chiqarishingizga ishonch hosil qilasiz. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz tomoshabinlar, bugungi videoda biz pensiya indeksatsiyasi bekor qilindi, qo'shimcha to'lovlar bo'lmaydi degan shov-shuvli xabarning asl mohiyatini atroflicha tahlil qildik. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, bunday xabarlar asossiz mish-mishlardan iborat. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida pensiya indeksatsiyasini butunlay bekor qilish haqida hech qanday rasmiy qaror qabul qilinmagan va bunday reja mavjud emas. Aksincha,
pensiyalar va nafaqalarni oshirish mexanizmi prezident farmonlari va vazirlar mahkamasi qarorlariga asosan muntazam ravishda amalga oshirilmoqda. Davlatimiz pensionerlarning xarid qobiliyatini saqlab qolish va ularni ijtimoiy himoya qilishga doimiy e'tibor qaratmoqda. Biz ko'rib chiqqan misollar va nuanslar shuni ko'rsatdiki, tushunmovchiliklar ko'pincha ma'lumotlarning noto'g'ri talqin qilinishi, ishonchsiz manbalarga tayanish yoki pensiya tizimining murakkab jihatlarini to'liq tushunmaslikdan kelib chiqadi. Shuning uchun sizlarga bergan eng muhim maslahatim faqat rasmiy va ishonchli manbalardan ma'lumot oling. Savollaringiz tug'ilganda tegishli davlat idoralariga murojaat qiling. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi, Prezident virtual qabulxonasi va xalq qabulxonalari sizning xizmatingizda. Umid qilamanki, bugungi videomiz ko'pchilikning xavotirlarini bartaraf etishga yordam berdi va sizga foydali ma'lumotlarni yetkaza oldik. Pensiya masalasi har birimizga tegishli bo'lgan juda muhim ijtimoiy masala. Shu sababli bu videoga bo'lgan munosabatingizni, o'z fikrlaringizni va boshqa qiziqarli savollaringizni izohlarda yozib qoldirishingizni so'rayman. Balki sizning ham ushbu mavzu bo'yicha shaxsiy tajribangiz yoki fikringiz bordir. Ularni baham ko'ring. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos, uni like bosishni unutmang. Bu bizga kelajakda bunday muhim va dolzarb mavzularda ko'proq kontent yaratish uchun motivatsiya beradi. Va albatta kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Shunda kelgusi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Biz sizga doim eng ishonchli va foydali ma'lumotlarni yetkazishga intilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.